Shahar markazida otangizdan qolgan uy bor. Buzib tashlashga siz ham ko'zingiz qiymayaptimi? Uy egallari ham shunaqa muammo bilan bizga murojaat qilishgan edi. Ya'ni eski uyi qanaqa zamonaviy qilaykin deb. Biz bir nechta решениyalar qilib berdik. Uy juda ham bir shinam holatga keldi. Kelinglar birma-bir tushuntirib beraman shuni sizlarga. Fasad qismiga biz alohida e'tibor berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu ikkita tarafi bir xil qilib ishlangan. Eshik derazalarni simmetrичный qilib, ya'ni ikkita tarafini o'sha aytganimdek bir xil qilib bichib berganmiz. Mana o'rtamizda bizda katta arkamiz bor. O'sha arka uyga qaysidir ma'noda izulminkasi bo'ladi. Ya'ni fasadlar eski holatidan tamomila o'zgarib ketgan. Ya'ni oldin kelgan odam bu uyni umuman tanimaydi. Oldi derazalarni ham ko'rishingiz mumkin, biz ochib tashlaganmiz, panorama qilib. Sababi yorug' yaxshi tushadi, fasadda katta derazalar chiroyli bo'lib ko'rinadi. Ba'zilar aytishi mumkin, agar men derazalarni ochib rekonstruksiya qilsam, qom tushib ketsa-chi degan savollar bo'lishi mumkin. Endi buni ham o'ziga yarasha yo'llari bor. Biz mana shu yerda ishlatganmiz shuni. Mana bu yerga shveler qo'yib, keyin tegini ochib olib, mana shunaqa holatga olib kelganmiz. Hali bular suvoq qilinib, chiroyli holatga olib kelinadi. Bu ham o'sha yengidek fasaddek bo'lib ketadi. Xo'p, bu yoqni oladigan bo'lsak, letniy kuxnya joylaganmiz. Mana shunaqa chiroyli qilib, nega bu yoqlarni sindirdik? Sababi joyimiz kichkina, bu yerdan unumli foydalanishimiz kerak. Keyin havo aylanishi, quyosh tushishini ham to'sib qo'ymaslik uchun shunaqa letniy kuxnya qildik. Bu yoqda bizda mana bu qatorasiga o'sha letniy kuxnyani priborlar joylashadi, ya'ni barbekyu, qozon, hop rakvina joylashadi. Kichkinagina o'tiradigan zona bo'ladi. Oshna-og'aynilar bilan, qarindoshlar bilan yig'ilganda bu juda ham zo'r ishlaydi, yosh paytlarda ayniqsa. Hop, bu xonamiz bizda oshxona, eski oshxona juda ham kichkina edi. Uni biz buzib tashlab, bu yo'ni qo'shimcha qurilish qo'shib, shunaqa holatga olib keldik. Ya'ni panorama deraza, bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri hovliga chiqib ketishimiz mumkin. Mana bu yerda mebel joylashadi bizda. Полноценный mebel bo'lib, bu yoqlarda xolodilnik, mikrovolnovka bilan duxovka joylashyapti. Mana bu skrytniy eshik bo'ladi bizda. Bu yerda полный santexnika, kotelnik, ham keyin topli-polli kollektorlari o'shalar uchun kir mashina uchun mana shu kichkina joy foydalanib olgan. Bu yerda ham yorug' tushadigan mana bunday hudud bor. Bu mini hovli, planirovkalarni ham chiqarib qo'yamiz, ko'rasizlar. Bu yerda mana bu kotelnik uchun, undan tashqari mana bu spalniya uchun bizda yorug'lik tushadi. Bu planirovkasi ko'rishingiz mumkin. Mana eski planda bu yoqdan hovlida tualet bo'lgan, bu kichkina hammomi bo'lgan, o'tiradigan xona ham juda ham kichkina bo'lgan. Yangisida biz bu xonani kattalashtirganmiz. Bu nima beradi? Mana bu katta qilgan oshxonamizdan to'g'ridan-to'g'ri ovqatlarni olib kirib, bemalol mana bu hovliga qarab o'tirish imkoniyatini beradi. Undan tashqari bu yoqdagi sanuzelni biz orqa tarafga olganmiz, tinchroq zonada bo'lgan, ispaniya zonasiga ham bu yaqinroq bo'lgan. Boya aytib o'tdim, mana bu yerda hovlimiz qolib ketgan edi, orqa hovli bo'lib, kichkina, ya'ni foydalanmaydigan hudud. Bilasizlar, shahar zonasida har bir kvadrat pul turadi. Bu yerda biz bu yoqni ishlaydigan zona qilib qo'yganmiz, ya'ni bu ham havo aylanishiga, yorug'lik tushishiga ishlaydi mana shu joy ham. Boya videoda ko'rsatib o'tdim. Ikkinchi qavatga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qavatga chiqqanimizda eski holatida bu yoqda bitta zal bo'lgan, mana bu yerda detskiy qilib ishlatishgan oldin. Biz nima qildik? Ularni uylantiradigan bitta o'g'illigi borligi uchun ularga spalniya zona qilib berdik. O'zida garderob va sanuzeli bor, mana bu tremolar joylashgan. Xudo xolasa farzandlari o'sha nevarali bo'lsa, bu yoqda ikkita qiz, mana bu ikkita o'g'il nevaraga ham sharoit qilib qo'ydik. Ya'ni bu yoq qismini buzib tashlagan edik, mashitga ham qo'shib, ikkinchi qavatni qo'shganmiz. Hozir ko'rishingiz mumkin, mana bu ikkita deraza turibdi. Shu derazani ham biz fasad uchun ikkita tarafni bir xil qilib olish uchun ochdik. Ya'ni fasad chiroyli bo'ldi. Tomlarni ham ochib yopdik. Mana bu yerdagi taxtalarni ko'rsanglar, mana shular hammasi tomdan tushgan taxtalar. Endi bu yoqlar hozir shu qurilish uchun kerak bo'lgan materiallar ishlatilyapti. Hali mana bundan chiroyli qilib tashkil qilib, o'sha mashinalar turadigan ikkitali turargoh qilib qo'yamiz. Bu videoni otasidan qolgan uyi nima qilaykin deb yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.